Ben bugün Xivaga geldim. Xivaga gelişimiz sebebi baslara issiqqina bo'lgan yangiliklarimiz bor. Yangiliklarimiz navadan iborat. Ya'ni Ilhom savdo markazidan geldim. Ilhom savdo markazida juda ham ko'plab yangiliklarni qilib boshlabdilar. Ya'ni xalqimiz uchun va orqamda ko'rib turganingizdek yukda hozir mebellarni tushirib ekanlar. Undan tashqari bu yerda skuterlar deysizmi yoki massajli kreslolar deysizmi yoki texnikalarda chegirmalar deysizmi, hammasini qilibdilar. Bugun xudo xolasa oldindan birdan like bosib qo'yamiz. Og'alar texnika olaman deb yurgan yoki boshqa narsalar olaman deb yurgan insonlarimizni shu videoni yuborib qo'ysangiz bo'ladi. Menimcha zo'r yangilik bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Og'alar biz hozir ichana kirib oldik. Inomjonon bizlarda zo'r yangiliklar bor deb turibdi. Ya'ni xalqimizga qiziqtiradigan yangiliklar bor ekan. Bir chetdan ko'rib chiqaramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Og'a, nima yangiliklar qildingiz? Endi yangiliklarni xudo xolasa yana zo'rlariga ham Arian tomonda massajyor apparatlarimiz. Birinchi yana xudo xolasa sezoniga yaqin yana mart oyidan o'zi skuterlarimizga ham 6 oydan 1 yildan garantiyasi bor. 5 akkumulyatorli, 6 akkumulyatorli, eng asosiysi bir yeri bor. 100 ming so'm to'lov etib eldinden qolgan pulni 1 million 80 ming so'mdan 6 oy o'zini pulni bo'lib beramiz. Zo'r ekan shunda. Og'a qarang, bunga dokument kerak bo'ladimi? Bunga dokument kerakmidi og'a? Dokumentsiz hang? Dokumentsiz, provasiz, nomer kerakmidi? Yo'q, buni chalarlar bo'lmaydi. Ko'chada ham probka o'bat qayerlarda bemalol yedesalar bo'ladi. Asosiysi garantiyasi bilan beramiz. Prova nomerda ham boshqatirib o'tirmishlar. Hurmatli obunachlarimiz, Ilhom savdo markazimizning barcha filiallarida bor. Yetkazib berish xizmati ham bormi? Yetkazib ham beramiz. Ha, to'g'ri yetkazib. Xorazm, Qoraqalpog'istondan onlayn savdo etaveramiz og'a. Cheklanmay miqdorda bozorchang. Miqdorda bor, xudo xolasa. Yana tomonda yangiliklarimiz, massajyor apparatlarimiz ham har xilisidan ham bunda ko'rsangiz yana bularni baholar shu 6 million 700 ming so'mdan boshlanadi og'a. 6 million 700 ming so'm. 6 million 700 ming so'mdan yetadi. IBAN'ı shu yetdi. 8 million 900. Bular ham shu asosiysi o'zini pulni bo'lib beramiz. O'zini pulini. Ha, bundan shu 100 ming so'm beradi, plastik pasport akkaladi. MIB'dan qarz olmasa oldu, oldinda kredit olmasa oldu. Tekshiradi beradi. Xolasangiz uni, xolasangiz buni. 1 million 484 ming so'mdan o'zini pulni. Ajoyib, zo'r ekan. Har xil funksiyasi bor. Qizdiradigan funksiyalari bor. Bel götni, oyoqni teylarini hammasini massaj. Funksiyasiga qarab puli oshib boradi. Asosiysi bular ham 3 yil garantiyasi bilan beramiz og'a. Ha, tushunarli. Sifatli narsa. Endi yana bir variantimiz bor. Yangilikning zo'ri. Arian tomonda bir televizorlar yana bir o'tsak og'a. Endi televizorlarni keladi olsak og'a, avval xabaringiz bo'lsa 6 oy o'zini pulini bo'lib berib turardik. Endi masalan, xohlagan bir modelni oladi. 43lik olami, 55lik olami, endi bunda 65lik olami. Endi 6 oy emas, 100 ming so'm beradi, eldinden 12 oya o'zini pulni bo'lib beradi. Avvalgi 6 oylik bo'lib turgan o'zini pulni bo'lib turgan 1 yil. Masalan, endi bunda misol aytib ko'rsatamiz, endi bunda 4 million 500 ming so'm pul turadi. To'g'rimi? İşine. 4 milyon 500 ming so'm bu 6 ay yazılgan. 750 ming so'm. Buni işini 4 milyon 500 ming so'm 12 aya bo'lib beradi. 375 ming so'mdan to'lov etib olib ketadi. Zo'r. 012 aksiyasi bo'ladi. Og'alar foydalanish kerak, chunki buning aksiyalar hamma vaqt bo'lavermaydi. Shuning uchun hozirdan foydalansangizlar, bilasizlarmi, televizorning sezoni hech qachon tamom bo'lmaydi. Shuning uchun kelib bemalol toza uylaringizda deysizmi, ofisda deysizmi, nerada bo'lsa ham bemalol olsangiz bo'ladi. Asosiysi 12 oy ekan. Bilaman, bir tashkildan ham to'g'ri aytadigan bo'lsam, ishlatib beradi pulni 300 ming. Kalpam ketadi o'zi. Shuning uchun immuniy jasasizda uyingizda bir foyda demanda, mulk olgan, to'g'ri. Yana nima yangilik? Endi yangiliklarimiz ko'p banda, xudo xolasa yana xudo xolasa aristonlarimiz bor bu yerda. 50 litrlik bor, 80 litrlik bor. Bular ham shu endi Xorazm bugun obunachilar uchun 50 litrlikini, Zipper firmalikini 990 emas, 950 ming so'mdan qo'yib beramiz. Hisob, og'alar foydalaninglar. Biz uchun Xorazm bugun aksiya xudo xolasa yana nasi? Endi bunda 80 litrligi bor, 1 million 180 ming so'm. 1 million 150 ming so'mdan ham berib beraman. Ana 1 million 150 ming so'm, 80 litrligi, endi bo'lsa 950 ming so'mdan qo'yib beramiz. Endi qolaversa, yangilik zo'ri ban tomonda yana kelib ko'rsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Alaykum og'a, yaxshimisiz? Kondisionerlarimiz og'a. Kondisionerlar endi xudo xolasa sezoni 1 oydan keyin boshlanadi. Artel kondisionerlarimiz 9'liki 3 million so'mdan qo'yib beramiz. Dastlabkisi, ustanobkasi ichida bo'ladi. Xolasa 12'likini olsin, buni ham shu baqa etib beraman. Butun Xorazm viloyati, Qoraqalpog'iston Respublikasining hammasi ketadi. Dastlabkisi, ustanobkasi ichida bo'ladi. 3 million so'mdan Artelniki, 12'liki xolasa 12'likini berib beraman. Bundan sal yaxshiroqlarimiz bor endi 3,5 4 million, 4,5 million olsa bo'ladi. Xonani 5 million olsa bo'ladi. Qishni yozini ishini onni. Ajoyib. Bir podarkasi ham bor. Gaz yo'q uylar uchun ham yaxshilab qo'ying. Gaz yo'q uylar uchun ana ajoyib shu 3,5 4 million 4,5 millionlikni olsa bir podarka ham beramiz. Qolaversa, ban tomonda yana dimoxodlarimiz bor. Dimoxodlarimiz keng assortimentda joylashgan. 60lik bor, 90lik bor. Gaz bitani razmeriga qarab, knopkali, knopkasiz, bir motorli, 2 motorlari bor. Ajoyib. IBAN'da yana o'rnatma gaz filtrlarimiz bor ekan yana. 5 gözlü, bular ham 6 gözlüsü bor, 4 gözlüləri bor, panelni
Bana aladı, mebelini ustanopga ettire veradi. Uyini aşağısına qarab özü tayyorladı onu. Şimdi banda görsek ağa xaladniklərimiz. Xaladniklərimiz sezonu xuda qalasa başlanadı indi 1-2 aya bunlardan. Aman. Lekin hazır at qoysa arzaraga tushadi deb Hazır o'ylayman. al koysa hazır üstü. Ha, üstü. Hazır üstü. Bakalım yine inşallah 20% skitçi tuttu. 2 milyon 300 milyon son tuttu. Arazın bir gündən görüp geldik dese 2 milyon bərabər ekit öyrədi. Hesab, oğala 300 min so'm skit getdi. Anladım ben. İndi ekit miydim? Dastlap ketib beramen. 2 milyon son bərədi. İnşo əcəyinə aksiyaya koyup beramen. Acayip. Halasa bunu alasın, halasa bir resmini, halasa imbusiviyetini alsın. Halağın bir modelini aladı. 2 milyon son tekiz bərədi. Dastlap kesi içində buladı. Halasa kredit etip alsın. Halasa ana naqda. İndi qalaversə banda eynilərimiz var. Bulanam şu əsasisi üzünü pulunu 6 aya bölüp bərəmiz. 6 ay. 100 milyon bərədi, ekit öyrədi. Acayip. 2-ci aydan tolab ət öyrədi. 1 milyon son yine 6 milyon 6'dan köpəltirəsiz yine ne? Lekin şərtini yenə bir islatib o'tdik ağa. Qarang 100 ming so'm bəlkə təmizlətdik. Lekin şərti adında kredit olması gerek, iyi MİB'dən qarz olması gerek. Şundan inobat haqqı ağa, keyin bana vermədi. Bunun ekan, yalqın degan gap ishlatmanglar. Agar kredit bo'lmaydigan bo'lsa, bemalol kelib olsangiz bo'ladi. Lekin shu sharti bilan. Bo'lmasa sharti bilan o'rnatib o'zingizni ovoratib, kelib, ketib, keyin mana oldadilar, boshqa narsa deb o'tirmanglar. Telefonda plastik pasportunu taşıdı, bu altını maytaman tekşirip veredi. Oturga yerinde. Veredi, vermeyden aytadı. Tekşirip veredi. Zor imtiyat böyle ağalar. Paslanı pastayını çıkıp duradı çetimde. Bemal telefonsizler boladı ana malumatlara mala veresler. Bunda seken bola veredi. Kalaverse yine manda yine 53% skitçede tutağı. Volta firma German Sprint yine 63 cm, benim 2,85. 3 milyon 990 bin son. Halasa nakta, halasa kredit etip veredi. Keyin yine bunda bu 3 milyon 490 bin son. 55% skitçede tuttu. Yine bunu arasam yine. Bu niye neresi? Özbekistan, Germaniya savmiyesi işlenge. 3 yıl garantiyası var. Keyin bunda şunun balları var yine. Bulanam şu üzünün pulunu bölüp beraberedi. Benim burada 32% skitçede tuttu yine. Gördünüz mü? İş vəzini parasını bir gündən görüp geldim dese 1 milyon 950 min so'm etib beraman. 2 milyon 100 emas, 1 milyon 950 min so'mdan nerede İlham Savdo Mərkəzində. Faydalaş gerek ağalar hem onlara mindi bunun doğrusu. Dastlapkəsi içində buladı. Qalaversə banda yine kir maşinlarımız var. Kir maşinlardan zor yengiliklər bol tutdu. Xuda qalasa ayal kişiler geçtinler zor yeri. LG mi, Samsung mu, Avalon mu, Shivaki mi, Turi köp. Zipre firmalarımız var. Ama da etibar veriyorsanız üstünde koymanın. Alasan bunu aladı, bir kullir. Bir bakalaş kesin hem koşup verip veremem. Zor. Yine bunu da yine. Bunam şu. Alasa 8 yıl alıkını alsın. Bunu gitti. Padar kesin. Yine bu modellerinden alsın. Bir pilisos koşup verip veremem. Pilisos? Yine. 8 yıl alıkını aladı. Robot pilisos. Akümülatörlü. Toksürler pürüm idi. Akümülatör koyadı. Öylece iş yapar. Zaret dolur bir şey tamam mı? Keyin kirmaşilarımızın arzaları yine mandayına 1 milyon 800 bin so'mdan koyup beraman ağa. 1 milyon 800 bin so'm? 6 yıl alık. Poçti Polavtomat puluku mu? Polavtomatdan vermeydi. Polavtomatdan yaksın. 1 milyon 900, 2 milyon alsanız bular. 1 milyon 800 bin so'mdan koyup beraman ağa. 6 kilogramlık ağalar. 6 kiloluk bu arıyor ekan, menimcha foydalanish kerak. Bunun narxi ham bo'laveradi ağalar. İbanda German işçi firmalarımız var. Hoffman brendi. 6 kilolik bu, 7 kilolik bu, 8 kilolik bu. Özü Hoffman dese hamma biladi. Men shu o'zi ishlatib adamlar Hoffmanni yaxshi biladi. Su, tok, sodasi eləmiydi. Bir yeri yaxshi 3 kilo yursa 3 kilosu oladı, 5 kilo yursa 5 kilosu oladı. Üzerine gerek şunu aladı. Ana bulanın padarkəsi sirli. Harazın bir gündən görüp geldim desin, sodalaşıp olsun, axırında bir padarkə bərpərəm. Hazırdan bir dana like basıp şu videonu köprak adama tarqatib qo'yinglar, çünki immuniy skitkalar hamma bo'lavermaydi. Shu uchun yana yangi yildan keyin ozgina bo'lsa bir nodir odamlar yangilik bo'lsin. O'zi Ilhom Savdo Markazi deyarli o'zi zararli ishlaydi, to'g'risi. Ham yengillik. Yengillik bo'ladi, bemalol foydalansa bo'ladi. Xalosazlar rasurchga kredit olsangiz bo'ladi, xalosazlarni o'zini pulini bölüp berasiz, foizsiz, üstəmələsiz, bir so'm pulsiz. O'zingiz variantınıza qarang, o'zingiz variantınıza qarab ish qo'ying. Ağa yana nov yangiliklar. Keyin yangiliklarimiz duxovkalarimiz bor. Duxovkalarimizni baholari. Shu to'q pish. Uch duxovkani ko'rsam, xotinim ya mozzati to'q pishadi olar, yana mana shu yerda grillaram bor. Aytsaqım pis kelam indi, qarang. Aksiyada 50% skitchada qo'yib beramiz. Lüksel firma türetici 500 milyon beraber kitaba. 500 milyon. 40 litrelik oladı yani. Gördünüz mü? Halasa bu süvetini, halasa bu süvetini. Yine bundan bak. Magna firma türetici bu nerse. 500 milyondan koyup veremiz. Ulur akıba Eurolux. Arzangana geldi. Van Türkiye 900 milyondan. Bulanın üzerine pulunu bölüp vererem bererdi. 900'likini alsa 150'den tölüydü 6 aya. Bu 1 milyon 300'likini alsa 217 milyondan 6 aya.
Ona yetədi bəli bir sırta pırta pul. Aladı. Yemin öyle yaxşı. Yani mülk diyenin işin mesela yap koysa gelin bir pişirip berip otursa yaxşı tavuk ismi, kek ismi, başka vecler ismi pişiriklerin en zorlarını benim işin mesela zor pişirirler. Mazlı veclərini. İndi pili soslarımıza gələdə olsaq Kerim baya pili sosunu en arzanı 350 milyondan koyup bərəm işi vecdağı. 350 milyon sonra pili sos var mı? Süpsədən arzan düşədi. İyi. Gördünüz mü? 350 milyon bərədi. Aha. 2 öyrədi ağa. Acayip, acayip. Doğru, bunda xalta paltada oturmaydı. Bu stəkanın üzerine inidi. Alttasıydı, kalkıp yine 2 öyrədi. Tokla xeyləsi da. Acayip. İlk qala versə, yine yeniliklərimiz var. Yine bunda Germanisçi firma. Uayken firmalarımız geyen. Bulanam şu üzünü pulunu 6 aya bölüp bərədi. 384 milyondan, 484 milyondan, en kımmat şu 484 milyondan çıkadı. Acayip, bunu zor. Bunu zor. Yine bunda yine duruşu var yine. Ha, bu duruşu var. 3 yıl garantiyası var. Tanka değil hiç. Acayip. Tanka bu. Faydalanış gerek ağalar, lakin boy xananı gülünü çıxardan cay. Sipsədən yaxşı ağalar, alsanızlar, həzrət işlətəsizlər. Ona təşkərə bir də başqaca pili soslarımızdan var. Gəlib özləriniz variantı köp, üzərimiz təklif etəmiz, üzərimizi yaxşısını aytıb bərəmiz, garantiya bilən bərəmiz xuda xalasa. Trenddə yenə aytıb etdik yazıb, bir də ondan təşkərə başqaca pili soslarımızdan var. Memara gəlsənizlər, özləriniz görüb ala verəsiniz. Şimdi bunda bir pol avtomatlarla bir aytıb versək, bunda kullilərimizdən bağı, kullilərlə baxasını 1 milyon sondan koyub bərəmən ağı işini. Arasını bir gündən görüb gəldim desə, 2 butilini padark etib bərpərəm. 1 milyonla? 1 milyon son bərədi, 7, 2 də öyrədi. Ne qala versə, banda pol avtomatlarımızda zor yeniliklərimiz var. 7 kiloluk var, 8 kiloluk var, 10 kiloluk var, 11 kiloluk var. 7 kilolukunu bunda yine baxasını 900 milyondan koyup verəmiz. 900 milyondan. Hava. İndi yine bir variantı var. Az qana koşup bunda yine 1 milyon 100 milyon 10 kilolukunu alsam bular. Qızılay? Hava. Asa bu argı azı avtomat kir maşin gördük ki ağa görgən avtomatdan 700 milyon da istətdik. En klas soyu var. Bunun yaxşıları var, en zorları 1 milyon 990 milyon 2 milyon soma düşədi. En zorları. Çin Asatomitdə zaylaşkan pol avtomatlarımız var. Hər kilisindən gəlib xarid ətərədilər. Yani üyündə filtre yok, başqası yoxlar, həm nə o qaçsın təsiyə qılasız köprək ağa. İndi bunu pol avtomat alamadı zəyən Hoffman brendi zor. Üzərimizdə Xarazmsarayda maslaşkan su, şor buladı ki bərabər. Əsasisi su, toq, çünki filtrlər qılıq qalıb beləs ki, yaxşı tatlı qalır. Bunun gəp yox, xuda xalasa. 3 il garantiyası var, motorun ədini 10 il garantiya bilən bərk qoydular. Aca, ağalaq faydalansanız da buladı. Əgər üstəpkəsi, ustanopkəsi içində buladı. Skvajin bolsam, üyüzdə bir ağır bir şey sizə buladı ikən, filtrini qoysanız da çox işliydi. Yəni o yenilik yenə. 10 kilolıqlarımız var ki, yenə. İçindən birisi var, içi plasması var. Doğruda gördüyün nərsələrin bu biznesmenlər üçün köp rəqəm xaladeniklə olsa gərək. Bu əldə vitrinə, keyin marojnilər, peçinə, tort, həməcə. Həmənəsə kok qoyarlar. Amma keyin assortimentdə zaylaşkan. Bunlarla baxaları şu 5 milyon somdan başlanadı. En arzanı 4 milyon 800 bölüb bölərə baxdı. Bunlarla şu bölüb bərərə, üzünün pulunu bana faizsiz 6 ay içində tölüb verədilər. Bana keyin assortimentdə zaylaşkan maraziniklərimiz hər xilisindən var, ullulular var. Bunların hazır video etkəndə nəsə yox. Gəlib arxayın görüb aladılar bu nərsəni. Az mən çıxışda bir nəsəni gördüm ağa, görürəm. Bu mebellər nə oladırlar, çürtüb də. Mebellərimizdən var. Taze yeniliklə gəldi. Taze yeniliklərimiz var. Ondan bir göstərsək. Ondan bir göstərsək. Çünki faqat texnika deyirəm. İkinci etajımızda var, üçüncü etajımızda mebel padvallar nə? Demək ağalar yenə bir like bas qoyamız, o da qalasa dəpədə bizəni yenə bir qızıqdırıb durğan ayniqsə toyçular üçün bir məsələ var. Bu da qalasa ona görəmiz. Ona bir göstər bərabərimiz. Ağalar hazır gündə ya nə deyim mən, yaşlarımız üçün deyən bir köp gərək bulan onlarsa bu telefonumuz yapılan. Telefonlarımızda neçə yeniliklər var? Telefonlarımızdan yenilik var. Telefonlarını keyin assortimentdə zaylaşkan Samsung, Redmi, keyin arayanda taza modellər X9, yəni suda işidon, çanda işidon, söküb sınmidon, telefonlarımız var. Əsasisi bulan ayçdan maksat bulan hamşı üzünün pulunu bölüb bərəmiz. 6 aya faizsiz, üstəmələsiz, bir son pulsuz gəlib əkdə verədilər. 217 min sondan başlandı yine telefonumuz. 217 min? 217 min sondan Redmi E5 deyən modelləri. Qalaversə bunda notebooklarımız var. Notebooklarımızdan dum türü köp buladı. Notebooklarımızın baxası 650 milyondan başlanadı ağa. 650 milyon? 650 milyondan göstərsəniz üzünün pulunu 6 aya bölüb bərədi. Səl yaxşırakları 4 milyon 200 milyon, bunlar yaxşırakları 5 milyon son, 5,5 milyon. Səsənə qarab ala verədi. Yağdaya qarab üzünün pulunu bölüb bərəmiz əsasisi. Əcayib, əcayib. Ağalar faydalanırlar. Texnikələrini bu oyun tapsanız da oladı. Əsasisi həmməsini bölüb dörərə alışınız mümkünə.
aytganday faqat narxda, faqat buning deyish gap yo'q. Bemalol xohlasangiz narxda oling, xohlasangizlar shu pulini bo'lib to'la olsangiz bo'ladi. 6 oy, 1 yil mo'ljallangan ekan. Demak, ketdik, mebellarni ko'rib chiqamiz. Demak, biz hozir ikkinchi qavatga chiqib oldik. Bu yerda ko'proq mebellar yoki shunga o'xshash narsalar bo'ladi. Aziz tinglimiz bizlarga tushuntirib beradi. Nov yangiliklar o'tibdi hozir kunda. Hozir yine üstler kursilarimizni toza variantlarini ham ekkeldik. Bu ko'rib turgan üstler kursimiz yine g'o'zda ishlangan bo'ladi. Oyoqlarini ham ahamiyat bersangiz naqshlar ham bo'ladi. Bularni ham 5 oyga bo'lib to'lab berib turibmiz. Oylik to'lovi 2 million 690 ming so'mdan chiqib turibdi. Necha kursisi bo'ladi? 12 kursisi 3,5 metrlik ustari bilan bo'ladi. Ajoyib, ajoyib. Dumzo'r. Og'alar, ayniqsa mehmonxonangiz uchun juda ham zo'r. Mehmonlar 12 dona, masalan 15 dona bo'lsa ham bemalol sig'dirsangizlar bo'ladi. Bemalol dastavka ham bormi? Dastavka ichida bo'ladi. Dastavka ichida bo'ladi. Yine ugaloklarimiz razmerlari 3,5 2,5 razmer bo'ladi. Oyoqlari NDF'dan bo'ladi. Buni bahasi esa oylik to'lovlari 1 million 400 ming so'mdan chiqib turibdi. Tushunarli. Yana keyingilarimiz ham shu. Bu yerda svetlari bo'ladi. Yine bularimizni bahasi 1 million 200 ming so'mdan chiqib turibdi. Oy necha so'mdan to'laydi? Shunda hozir umumiy summasicha summa. 1 million 200 ming so'mdan to'laydi. 5 oyda to'g'rimi? 5 oyga 1 million 200 ming so'mdan to'laydi. Shunda arzon tushadi og'alar. Ustariligi addini bo'ladi, to'g'rimi? Ustari addini bo'ladi. Ustarni 500 ming so'mdan to'lasa bo'ladi. 350 ming so'mdan to'lasa bo'ladi. Gelib ustarlarni saylayveradilar. Tushunarli, tushunarli. Og'alar bu yerda variantlari ko'p ekan. Har xil turda, har xil nima deydi, ko'rinishda bor ekan. Bularni moyoqda chasom shu. Buni oylik to'lovi 1 million 250 ming so'mdan chiqib turibdi. 5 oy. 5 oy. İçinde 2 dona pufiki, 2 dona yastığı bo'ladi. Zo'r ekan lekin og'alar. Tovarlari mo'yshi bo'ladi bularni. Ayniqsa yangi uyingizda yosh bolangiz bo'lsa, yuvib, sirib ishlatmaga zo'r, chiroylatib yuvib, ayniqsa lekin buni tavsiya etaman, lekin yosh bolalar bo'lsa, ko'proq mehmonlar bo'lsa, boshqalar bo'lsa yoki katta insonlar uyda yashaydigan bo'lsa, shu ham yaxshi narsa, akkuratni, juda ham bir neobishni chiqqan, juda ham chiroyli, narxi ham arzongan ekan, o'zidan qimmat ekan, 1 million 420 ming so'mdan ekan, 5 oyga bo'lib to'lasangizlar bo'ladi. Yana keyingi narsalarimiz shohona ugaloklarimiz bo'ladi. Bularning ham razmeri 3,5 2,5 razmer 4 takasi 4 dona pufiki bo'ladi ichida. Bularning ham oylik to'lovini 2 million 200 ming so'mdan 5 oyga bo'lib to'lasalar bo'ladi. Ayniqsa shohona bir chiroyli bir boshqacha bejirim bo'lib turgan ekan. Ayniqsa xonangizni ichini juda ham ochadi, juda ham bir zo'r. O'zim shura sotuvchi girib beraymi, o'zim xush tushuntiribman. Hazil albatta. Keyingisini o'tamiz. Keyingisi undan ham boshqacha bejirim ekan. Bahasi 1 million 900 ming so'mdan boshlanadi. 5 oyga bo'lib to'lasangizdan bo'ladi. Asosiysi bir narsa aytib o'tay og'alar, Xorazm viloyati yoki Qirg'iziston Respublikasi bo'ylab yetkazib berish xizmati ham bor, to'g'rimi? Besplatniy ekan. Pulni to'laysiz yoki nima deydi, bir telefon urib qo'ysangizlar yoki Rossiyada bo'lsangizlar telefon urib zakaz etsangizlar, uyingizga sovg'a ham bo'ladi og'alar. Yani gösterib o'tgan ugaloklarimiz kichkina ugaloklarimiz edi. Endi bu yerda katta xonalar uchun ugaloklarimiz bor. Bularning razmeri 4,5 2,5 razmer bo'ladi. Bularning ham oylik to'lovi 1 million 860 ming so'mdan chiqib turibdi. Orqa bilan uncha farq qilmaydi ekan baribir. Yo'q, farqi uncha emas. Bularning ham oyoqlar chinardan bo'ladi. 3 dona katta pufiki bor. 14 odam bemalol sig'adigan mebellarimiz bu. Bu ham shunday narsa. Oyoqlari MDF'dan bo'ladi. Keyingi narsamiz yana bunun razmeri 4,30 2,30 razmer bo'ladi. Bunun bahası 1 million 600 ming so'mdan chiqib turibdi. Bu ham katta gastenli ugalokimiz. Mana 3 dona. Keyingi modelimiz yana Chester modelimiz. Bunun bahası 1 million 400 ming so'mdan chiqib turibdi. Bunun ham razmeri shunday 4,30 2,30. 2 dona pufiki, 2 dona tekesi bor ichida. Chegirma lekin pochta ham emas, chegirmada ekan mana. Keyingi ugalokimiz 1 million 500 ming so'mdan chiqib turibdi. Tuya modelimiz. Bundan 3 dona pufik, razmeri 4,30 2,30 bo'ladi. Ayniqsa xonangizda mochada ekan, lekin to'g'risi zo'r narsa ekan. Ustarlarimiz bayna, ustarlarimiz har xil ustarlarimiz bor. Xalang NDF qo'yib olsalar bo'ladi, xalang qalyonni ustar qo'yib olsalar bo'ladi. Varianti ko'p, shunda. NDFlarimiz 500 ming so'mdan chiqib turibdi, bu yillarimiz 740 ming so'mdan chiqib turibdi oylik to'lovlari. Tushunarli. Endi bu narsalar ham o'talib, bu narsalarni tushuntirib o'tmasangiz bo'lmaydi-da. Bu penalimiz yana 3,5lik razmerdagi penalimiz hozir nada skitkada turibdi bu penalimiz 5 milliondan beri turibmiz. Skitkada bular. Tushunarli. Buni boshqacha variantlar ham bor, to'g'rimi? Narxini o'ziga yaratan, ko'rinishga qarab narxlari. Tushunarli. Xo'p, keyin bu yerda juda ham ko'plab ugaloklarni topsangizlar bo'ladi. Misol uchun o'zingizni oshxonangiz uchun deysizmi yoki boshqa uy xonalaringiz uchun deymizmi, juda ham ko'plab. Ayniqsa shu bejirim ugalok bor ekan, buni ham tushuntirib o'ting.
Bu penal komodumuz ham fabrichniy bo'ladi bu. Razmeri 360 razmerda bo'ladi. Bemalol 4 metr, 5 metrlik enli xonalar ham qo'yilaveradi, o'rtalarini ochib, ichlarni oynalari ham koloniya oynalar bo'ladi, birlik oynalar bo'ladi. Buni bahosi esa 2 million 200 ming so'mdan chiqib turibdi. 2 million 200 ming so'mdan, ajoyib, dumzo'r. Ayniqsa dumzo'r narsa ekan. Ayniqsa to'y qilaman deb yurgan insonlar uchun juda ham yaxshi narsa ekan. Ayniqsa sepidan qo'shib beradilar-ku ko'pincha qizlarni boshqasini yoki umuman to'y ataman deb yurgan erkaklar bo'ladigan bo'lsa, shuni yo'lda olib qo'ysangizlar, baribir yaxshi narsa, ichine idishlarni qo'yib, boshqa ishlarni qo'yib, chiroyli qilib qo'ysangizlar bo'ladi. Va biz hozir 3-etajga o'tamiz. 3-etajda nimalar bor? 3-etajda spani komplektlarimiz, uголокlarimiz, penallarimiz u yoqda masalan. Demak, shularni ham ko'rib o'tamiz, og'alar. Qiziqarli voqealar bo'ladi, hozir ko'rasizlar. Xo'p, biz hozir 3-qavatga chiqib qoldik. 3-qavatimiz ham juda ham bir boshqacha ekan. Toza ochilgan qavatdalar, ya'ni ko'p narsalar bu yerga qo'yilibdi, dumzo'r. Qani novalar bor bu yerda? Ina berimizda neobычный bo'lgan penallarimiz bor. High-tech penalimiz Turkiya modelda. Bularning bahosi 1 million 700 ming so'mdan chiqib turibdi. Avan, aldandan necha so'm to'lab olib ketadi shunda? 1 million 700 ming so'm to'lab ketadi. Keyin 5 oy bo'lib to'laydi. 5 oy bo'lib to'layveradi. Bunda spani komplektlarimiz bor endi. Fabrichniy bo'lgan spani komplektlarimiz bor ina. Bularni ham nalarini ko'rsangiz bo'ladi. Oyina 6 oy bo'lib to'laysiz ekan, 2 million 250 ming so'm. Spani komplektlarimiz 6 oy bo'lib to'larimiz bor. O'zini pulini 6 oy bo'lib to'laymiz. 2 million 250 ming so'mdan 6 oy bo'lib to'lasalar bo'ladi buni. Og'alar qaranglar, bir narsani ko'rsatingizlar beringlar. Qaranglar. Shkaflar ekan, вообще bejirim ekan buni. Dumzo'r. Ayniqsa ham zo'r ekan. Ichi ko'rinib turadi. Buni svetli xilisam bormi hamchang? Svetli xilisam bo'ladi-ku buni. Lekin вообще zo'r ekan, ayniqsa oppoqqina yangi bir необычный akkuratni yuradigan insonlar uchun juda ham bir zo'r narsa ekan. Undan tashqari, buning o'zlari ham bor ekan. Qaranglar, og'alar. Agar bolalaringiz bo'ladigan bo'lsa, buni o'tirib stolda o'tirib hazratib dars chalaydigan narsalar ham bor ekan. Buni ham razmerni narxlatib berasizlar, to'g'rimi? Masalan, kattalar uchun ham bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Xo'p, davom etamiz. Bu yerda hozir nechik mahsulotlar bu yerda? Komplektimiz, bularni ham razmerlarga keladigan bo'lsak, shkafimizning razmeri 240 razmerda bo'ladi. Spannimiz ham 180 na 210 razmerda bo'ladi. Katta ichida 2 ton mishkasi bo'ladi. Chesteri bo'ladi, trimosi bo'ladi. Bularning bahosi 2 million 500 ming so'mdan chiqib turibdi. 6 oy. 6 oy chiqib turibdi. Keyingi modelimiz ham shuning 2 million 500 ming so'mdan chiqib turibdi. Bular nima mahsuloti? Toshkent fabrika. Toshkent fabrika, tushunarli. Bu narsalarga ham yoqadimi? Aynan shu narsani yoqadimi? Ayniqsa 2 farzandingiz bo'lsa, yoshlar dengmadan bo'lsa, shuni uyingizga qo'yib qo'ysangiz, ya'ni vaqtinchalik bu narsa. Ko'rib turganingizdek juda ham zo'r, ya'ni 2 etajli spalni desam, spalni o'zi bemalol ajratib zo'r narsalar ekan. Xavfsizligidan ham bu narsalar zo'r narsa qilib turadi, ya'ni yemalib ketgan taqdirdan ham yiqilib ketmaydi. Bu narsa tutib qoladi. Dumzo'r. Xo'p, davom etamiz. Xo'p. Bu keyingi modelimiz yana buni ko'rsangiz bo'ladi. Bularning shkaflari kattaroq bo'ladi. 270 razmerda bo'ladi bularning shkaflari. İçində seyfləri bo'ladi, svetilniklari bo'ladi, trimosunda. Spannisi ham katta ishlangan mana. 210 180 bo'ladi. Telari esa sandiqli bo'ladi bular. Ochiladi bang. Mexanizmlari 100% aksiski mexanizmlardan ishlangan bo'ladi. Dumzo'r. Garantiyasi 20 yil garantiyasi, matrasini esa 5 yil garantiyasi bor. Tushunarli, dumzo'r. Bu narsa zo'r narsa ekan bu. Bam qo'shib berilamichmi? Yo'q. Bu qo'shib berilmaydi, yaxshi. Bizga kelsak olamiz hozir. Xo'p, keyinga o'tamiz. Keyingilari modelimiz yana cappuccino svetda bo'ladi bu. Svetilniklari bor buni ham. Buni ham tez ochiladi. Nalari shkaf ham 270 razmerda bo'ladi. Buni ham bo'lib olsa 6 oy o'zini pulini foizsiz 2 million 667 ming so'mdan bo'lib to'lab bersalar bo'ladi. Pasport plastik evezini. Tushunarli, dumzo'r. Keyingisi ham shundan. Keyingisi ham. Tushunarli, dumzo'r. Og'alar qaranglar, bu yerda spaniyalarni juda ham ko'plab assortimentini topsangizlar bo'ladi. Ayniqsa o'zini yarasha dizayni, har xil dizayni bor ekan bu yerda. Bir-biridan ixcham va juda ham zo'r. Hozir biz ularni hammasini tushuntirib chiqsak bo'ladi, lekin o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rsangiz baribir boshqacha. Chunki bemalol gap ko'rsangizlar hamma narsasini ko'rib olasizlar. Chunki kimdir bu svet haqida, kimdir buni o'zini spanlis yoqishi mumkin yoki garnitur yoqishi mumkin. Shunga qarab tanlayverasizlar. Pastda nomerni qoldiramiz, bemalol telefonsingizda sizlarga chiroyli qilib beradilar. Yana bir narsa aytib o'tchakman. Bo'lib to'lalar dedik-ku, to'g'rimi? Buning uchun masalan shartinish bo'ladi. Oldindan to'laydigan bo'lsa,
ya'ni pulni to'lab oladigan bo'lsa, oldinda MIBdan qarz bo'lmasligi, kredit bo'lmasligi kerak, to'g'rimi? Shuni ham sharti bor, og'alar. Qaranglar, shunga qarab kelaverasizlar. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, keyingisini o'tamiz. To'ychilarimiz uchun budjetniy variantdagi 11 predmetli mebelimiz bo'ladi bu yana. 11 predmet endi 11 dona narsa kiradi degan ichida. 11 narsa kiradi. Yana masalan bu yerda trimosi, sofasi, arjasi, bu yerda yana chesteri bo'ladi. Spannisi, matrasi, shkafi, 2 dona tumichkasi. Zo'r shunda. 11 dona predmeti bo'ladi. To'ychilarimiz uchun budjetniy variantda. Bahasini 6 oy 2 milliondan bo'lib to'lasalar bo'ladi buni. 6 oy 2 million og'alar foydalanish kerak, lekin buning variantda tim bo'li 12 dona narsasi bor ekan. Shkaf ham kattagina og'alar. Bir yandan u bolalar qo'ysa, bir yandan ayol kishilar narsalarni qo'yib o'rtaga umumiyat qo'ysa bo'ladi ekan. Menimcha zo'r foydalanish kerak. Bu durishini bardaklarga e'tibor bermaysizlar, chunki toza ochilgan deb aytib o'tdim yuqorida. Chunki bu vajlar qo'yilib olib yana o'rtasidan yana mebellar qo'yiladi. Og'alar foydalanib qolamiz. Buning variantda ayniqsa to'ychilar uchun zo'r ekanda. 2 xil sveti bor buni. Kashmir sveti bo'ladi, maloshniy sveti bo'ladi. Ikki xil sveti bor ekan. Og'alar xohlasangiz maloshniy, xohlasangiz kashmir svetidan ham olsangiz bo'ladi ekan. Foydalanish kerak. Ayniqsa bo'lib to'lar olaman desangizlar ham bo'ladi yoki ayniqsa ham zo'r ekan mana. Hozir arjalarni chiroyli qilib, hamma biridan bitib kerak og'alar. Bir so'z bilan aytganda, hammasi shu yerda mavjud. Xohlasangiz texnikalar, xohlasangiz mebellar, xohlasangiz hammasini shu yerdan topsangiz bo'ladi. Asosiysi hammasi o'zining pulini bo'lib to'lay olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz 5 oy, xohlasangiz 6 oy, xohlasangiz texnikalar 1 yillik muddatlar ham bor ekan. Xo'p, bugungi narsalarni ko'psini ko'rsatdik, spaniyalarni ko'rsatdik, boshqa narsalarni ko'rsatdik. Baribir kuxniyaga mos bo'lgan narsalarni ko'rsatib o'tishimiz kerak. Shu bilan bir qatorda kuxniya ugoloklarimiz ham bor ekan. Bularning narxlari va tanishtirib o'ting, nechta bo'ladi? Yana kuxniy uголокimiz 1.60 2.30 razmerda bo'ladi bular. Ichlari pampers prujili bo'ladi. Telari aslan variantli bo'ladi. Ajoyib. Tovarlar mo'shi tovar bo'ladi. Bularning bahasi esa 800 ming so'mdan chiqib turibdi 5 oy. Ichida 3 dona pufikini beraman. Ustidan ham qo'shib beraman, dostavka ham ichida bo'ladi. Ajoyib, ajoyib. Svetlari, razmerlari xohlagancha bor. Kim kuxniy mebelini svetini ham aslab qoladi, hamma narsasini tushirib asalab bo'ladi. Masalan, svetlari bayna toza tovarlarimiz kelib turibdi, bemalol kelib, ko'rib talab olaveradilar. Demak, bir so'z bilan aytganda variant ko'p, bemalol kelaverasizlar. Xo'p, keyingilari, spanilari umuman boshqacha chegirmalar qo'yib turgan, tanishtirib o'ting. Yana bu turetskiy spaniyalarimiz zavodskoy bo'ladi bu narsalarimiz. Hozir skitkada turibdi. O'zi 4.5 million sotilib turgan narsalarimiz. Yana 2 million 500 ming so'mdan skitkaga qo'yibmiz. 2 millionlik ham bor, 2 million 500 lik ham bor. 1,5 millionlik ham bor, skitkadagi kelib xalaqanni olaveradilar. Bu yerda 2 kishilik ham bor ekan, 1 kishilik ham bor ekan. Ko'proq menimcha 1 kishiliklarga chegirma qo'yilgan. 1 kishilik, 2 million 500 ming so'mdan chiqib turibdi bu. Avval kelib olsangiz da bo'ladi. Kattaroq farzandlaringiz bo'lsa, bemalol shunday chiroyli qilib bo'lgan spaniyalarni xarid qilsangiz bo'ladi ekan. Avval qaranglar, 4 million so'mdan 2,5 million so'mga tushib turibdi. Bu zo'r narsa lekin.